pankreatin deb nomlangan modda odatda cho'chqani oshqozon osti bezidan, ya'ni bitta cho'chqa emas, yirik hayvonlarni oshqozon osti bezidan ajratib olinadigan suyuqlik asosida tayyorlanadi. Shuning uchun ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohu taala bu masalada so'ralganda, xuddi shu dorini o'rnini bosadigan boshqa dori topilmasa, o'rindoshi bo'lmasa, u dorini iste'mol qilishlik mumkin degandilar. Shuningdek, hozirgi paytda qand kasaliga chalingan ko'p bemorlar badaniga insulin deb ataladigan maxsus moddani ukol shaklida kiritadi va u insulin uni qon tarkibini muvofiqlashtirib turadi. Ana shu insulinni tarkibida ham yuqorida so'ralganga o'xshagan narsalar mavjud, moddalar bor. Ana shularni, demak, o'rindoshi bo'lmasa, uni o'rniga boshqa dorini ishlatish imkoni bo'lmasa, demak, mana shu dorini iste'mol qilishlik, ukolini qilishlik joiz bo'ladi, mumkin bo'ladi. Hozirgi paytda balvoyi ammaga aylanib qolgan, bundan boshqa chorasi bo'lmagan, bundan boshqa dorini o'rindoshi bo'lmagan, alternativasi mavjud bo'lmagan dorilar turkumiga kiradigan dorilarning aksariyati mana shu hukmda bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob.